Tumandagi O'zbek Qo'rg'on mahalla tibbiyot punkti o'rnida poliklinikaning filiali tashkil etiladi. Umuman tumandagi 23 ta mahalla va 17 ta oilaviy shifokor punktlari, 4 ta oilaviy poliklinika faoliyatini maqbullashtiriladi. 12 mingdan ko'p odamga xizmat qilayotgan 7 ta yirik poliklinika, qolgan 27 tasi kichik poliklinika sifatida qaytadan tashkil qilinadi. Tumandagi markaziy poliklinika esa tuman shifoxonasini maslahat diagnostika bo'limiga aylantiriladi. Barcha tor soha mutaxassislari shu yerda ishlaydi. Bu poliklinikalarda oilaviy shifokorning bazaviy oyligi $500 bo'ladi. Hamshiraninki $300 bo'ladi. Oilaviy shifokor va hamshira malaka sertifikatini olsa yana shuncha ustama to'laymiz. Agar ular mahallada yurib odamlarni qarindoshi o'zini jigaridek ko'rsa, surunkali kasali borlarga kuniga yarim soatdan vaqt ajratsa, ularni ovqatlanishini, dorisini to'g'rilab, jismoniy faolligini oshirib, kasallik bilan yashash va uni boshqarishga o'rgatsa, onkologik, diabet, insult, infarkt kabi kasalliklarni erta aniqlab, og'ir asoratlarini oldini olsa, bularning hisobiga tez yordam va statsionarga murojaatni qisqartirsa, shifokorga yana $500, hamshiraga esa qo'shimcha $300 berish, o'ylaymanki, bu ham adolatdan bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, oilaviy shifokor $1,5 ming, hamshira esa $600-800 oylik oladigan tizim qilamiz.